Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uchi bola. Sergeli 5A da yo'l yuzida joylashgan 7 qavatli g'ishtli uyimizning 6-qavati, 3 xona, skvoznoy planirovka, yevro remont, mebellar joyida qoladi. Uyimizning narxi $61,000. Azizgina kelishamiz. Uyni ko'ramiz. Kirib olgan bo'lsa, bu koridorimiz, kiraverishda chap qo'lda kuxnya bo'lyapti. Kuxnya mebel o'zini joyida qoladi. Koridorimiz juda unaqa kichkina emas. Ko'rayotgan bo'lsanglar, xo'p, bu mana mehmonxona. Eslatib o'tamiz, uyimizda 50% jihozlari o'zini joyida qoladi. Tashqarida visyachi balkoni bor. Vanna, tualet razdelniy holati yaxshi. Bu yerda mana bitta xonasi bor. Kattalar yotoqxonasi. Bu mana bolalar yotoqxonasi yoki unaqasi yoki bunaqasi almashtirib qilsanglar bo'ladi. Xullas uyimiz mesda положенияsi juda yaxshi joyda, metro 2-bekat shundoq yonida. Uyimizning narxi $61,000, 50% jihozlari qoladi. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uncha bolalar.